acayip iş. Xuddi tush ko'rgandeksa. Tush ko'rgandek? Ayt o'tdigicha Ginoyatdan ayrılıp Argentinaga keldim. O'ylasam bir qiziq tuyuladi. Agar sizlar bilan uchrashmagan bo'lsam, Ginoyatdan chiqmagan bo'latdim. Hozir rostla Argentinaga keldim. Bu yiroq chet mamlakatda yangi saharni kutib oldim. Yangi saharni. Marko. Qiziq ish. Lekin keyin Italiyaga qaytsam bu yulduzlar bilan xo'shlashmadik. Fiolina, Marko, menga tayyorlik qilinglar. Marko, ma'ayli. Yaxshi turdi, Xapina apandim. Tezroq arvoga chiqinglar. Meni sumkam. So'mkam bilan Amidio Haruda. Rahmat sizga, Xapina apandim. Mangdoq amsa. Chu! Nima degan güzel joy bu, ha? Bu manzara nima degan chiroyliqa? Bizning Borankaga bordiganligimiz bek yaxshi bo'ldi. G'oyangiz amalga oshadigan bo'ldi. Biz bu o'tloqda oxirgacha mangamiz. Sizlarga rahmat, Fiolina. Sizlarga rahmat. Qarasam, hangtan kelyapsan, shiqilib pishma yana, ha? Esingizga taxas bilojimi, dada? Qarang, toychoq. Voy, bu qanday olib ketdi bu, ha? Nima degan omaq? Qara, uning kichikkin turib tishigagini. Toychoq. Onu qıstirib qo'ysak bo'lmaydi. Qani, qarab turamsa, kela qani, ha? Kela. Chu!
Çöpe, Oo. çöpe. Gayret qil, toy, gayret qil. Oo. Çöpe. Oy, üç ketdi. Endi çatak bo'ldi. Amal yo'q-da. Qanday qilish kerak? Dada, Xotirjam bo'l. Meni yashinib qoldi deb ansirayotamsan. Xopino maxsus mashq qilgan. Qarab turinglar. Qarab turinglar. Ay. Gapingning asosi bor. Nima degan payzi? Tayg'ib turib qo'ysam qanday bo'ladi? Nima bo'ldi? To'xtab qolding-ku. Qara, o toy sizni sog'liq qilyotidi-ku deymi, a? dada siz nikoh var bo'psiz. Men ular bilan yana baslashima. Qarab turinglar. Chu! Yaxshimisiz? Biz Italiyadan kelgan Xopino yag'ashqo'nchoq teatr o'yimiga. Ko'proq g'amxo'rlik qilgaysiz. Ne bo'ldi? İkimiz o'rin olmishamdik. Hech qisi yo'q, chatoq chiqmaydi. Uxlab qag'ili tos qoldingiz. Hech qisi yo'q. Xotirjam bo'l. Cho! Bu qanday bo'lgan? O'zi to'xtab qoldi-ku. U o'zi to'xtab oldi. O'zi? Hayvan, o'zicha to'xtavog'ini qaramam degan tehi. Yo'l texijroq, tezroq mang deyman. Tez! Chuv! O'rinli qilma, ag'ina. Chuv! Voy jon. Sen tehi ishimga buzg'unchilik qilmoqchimi? Men seni bundoq bo'sh qo'yib etmayman. Voy jon. Sen nimaga kulisha balam? Hammishning beshi shundoq tas bo'ladi. U bichara birdam dam ilvasin dada. O merib ketdi. Nima? U yerib ketibdimi? Tay bilan besishmada buning ustiga minib olgan tursingiz. Undaq emas-da. At hag'anda cho'ng nafas ilib tarlab ketadi. Lekin bu at xeli yenik nafas ilib atadi-ku. Shundaq emasmi? Qarang, qo'sig'i ichibdi. Dada, biz atni bo'shtib biroz o't yegizayli. Tushlik tomoqni bizmi burroq yeb olayli. Men tomoq yetay. Sizlar berib o'tin terib kelinglar. Biroq bu atrofda o'tin yo'q ekan. Qarang, o yerda daraxt bor ekan. Men berib daraxt shexidan biroz ekilay. Bo'ldi, qurqo'chib bo'lsin bo'laverdi. Sering Marko. Qanchalik bo'lsa shunchalik terib kelinglar. Yiroq ketmanglarjimi? Ma'qul. Xudo!
O taraf sosluqqa. Jiring. Jurun, ko'rib boqayli. Ha? Şşş, alas çıkama. Ahval çatak, Fiolina xatarlik. Tez koral, özümüzde qoğdağına koraldık birinden tezrak. Ay, ay, ay. Konjit olsan bir yerin şırak etme, aldık mı? Fiolina! Fiolina! Sen kayada! Ben geldim! Seni kutkazgılı geldim! Oy can! Oh. Fiolina! Fiolina! Yaxshimisilar? Sizlarni tushuntiryaptimmi nima? Ha? Yo'q, yaxshimisiz? Sizlar Italiyadan kelgan o'xshamamsizlar. Italiyaliklarni ko'migili uzun bo'pti-ku. Qachon kelgandinglar? Hozir kelishimiz. Yo'q. Men sizlardan Italiyadan qachon keldinglar deb so'rayapman. Men burun Italiyada turgan. Napolis qatarliq nurg'un go'zal shaharlarni ko'rganman. Fiolina! Ha, nima yo'da? Keling, biraz ishching. Xuddi Italiyaliklar qahvadan ayrilmaganga o'xshash, bizmi bu choydan ayrilmaymiz. Ha? Qani, azroq ichib beqing. Oo, bu kümüşkende. Shundoq. Uningda choy ichsiz. Ondaqda tatinmedim. Sizlar u yerda birisi bilan uchrashdinglarmi? O boy odam o'xshaydi. Bo'lmasa ishga etdi va miltig'ini qilsin. U ovchimi ya? Anastek turdu. U tek İtalya'ya beriptiken. Bah, bu çayını içip helal ısıp kaldım. Rahmet sizge. Undaq bo'lsa yaxshi-ku. Siz İtalya'ya bağlanma. Siz bilen tasadifiyle uçuruşup kaldık. Yaqinqi yillardan buyon tirikchilik qilish uchun bu davlatga keladiganlar ko'payib ketdi. Ko'pchiligi dehqon, san'atga qiziqmaydi.
Mening Italiyaga bo'lgan ta'siratim chunqur. Butun xalq san'at xumar, shundaqmi apandim? Adabiyot san'atining gullanishi Italiyadan boshlangan. Adabiyot san'atning gullanışı. Nayt to'g'ri etdiniz efendim, nayt to'g'ri etdiniz. Bizning uzoq yo'llarni besib bu yerga kelishimiz, bu yaylaqning san'atini besib tushkirak san'at nomerlarini ko'stish. Bu yaylaqda apandim, gapimga quloq soling. Bu yaylaqda otqallar to'pidan boshqa tarbiya ko'rmagan chorvachi bolalar bor. Dal shundaq bo'lganligi uchun sop san'at borligi keladi. Bu san'at bu go'zal tabiat bilan bir gavda bo'la oladi. Siz buni bilasiz efendim. Vallahi kep qapti. Hey, bu yoqqa kelinglar, biz tushlik tomoqni birga yeylik. Bu qush go'shtining ta'mi bak mezilik. Kechiring. Bu mening cho'ng qizim Konjito. Konjito, kelib Sarbato efendimga salom bergin. Xanim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz apandim. O'tga yaqinroq berib o'ltiring. Sizlar ham juringlar. Qani marhamat. Rahmat. Bak mizlikkan ta'mi bak yaxshi o'tdi. Agar ma'qul ko'rsanglar, bizning chorvachilik maydonimizga borsanglar qandaq? Chorvachilik maydoni? Sizning chorvachilik maydoningiz bormi? Hozir dadam boshqaryotidi. U chorvachilik maydoningiz qayerda? Borankaga boradigan yo'l ustida. Ikki kentdan o'tib, janubga 20 kilometr mansaqlar bizning chorvachilik maydonimizga boramiz. Qandaq? Boramsizlar, Chorvachilik maydoningiz cho'ngmi? Ancha cho'ng emas. 300 necha chorvachi bor. 300 necha chorvachi? Taklif qilganingizga rahmat, lekin biz yo'l yurumsak bo'lmaydi. Nima deyapsiz Konjito? 300 necha chorvachi. Yo'q, faqat 20 la bizning o'yinimizni ko'rsa bo'ldi. Sizlar qandaq? Qandaq dedim. Biz bir tabriklash kechiligi o'tkazamiz. Bu kechilikka qo'shni chorvachilik maydonining xo'jayini va chorvachilarning hammasi keladi. Agar o'yin ko'rsatsanglar, cho'qim olqishga erishsizlar. Yana ko'p pul topsizlar. Atkashda baribir qo'nadigan gap. Kechiksak faqat bir kun, yarim kun. Hech qisi yo'q. Dada, Marko tez ma'mus bo'lmaydi. Agar ular pulni jiqroq bersa, boshqa kentlarda to'xtamay o'tib ketaversak bo'ldi-ku. Xotirjam bo'l, Marko. Qandaq dedim? Undaq bo'lsa, buningga Marko bir nima desin? Bu menda so'rmanglar. Hozircha bir nima deyishmayli. Men chorvachilik maydoniga bir berib kelay. Sizlar obdaraq maqsadni pishiringlarmisa, Men ketdim amsa. Xo'sh. Bo'ladi, men cho'qim boraman. Dada. Biroz o'shiq yo'l mansoq hech vaqasi yo'q. Meni bunchalik o'ylab ketmasanglar bo'ladi. Shundaqmi? Konjito, bugun senga nima bo'ldi? Xalqning 300 chorvachiga ega cho'ng chorvachilik maydon tursa, bunday yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ymizmi? Qarang'i tushib qoldi. Dada, harbi suvga kirib ketmisin yana? Qarang, chiroq nuri ketgan. Qarang ana. Rostli kelib qolgan o'xshaymiz. Chiroq nuri. Bu yo'lga chiqqandan buyon birinchi qatam o'yin qo'yishimiz astoydilroq bo'lgan Konjito. Chapqin jonivor. Sarbato Xapinoni o'zlarining chorvachilik maydoniga berib, o'yin qo'yishga taklif qiladi. Qandaq o'yin qo'yganda ularning olqishiga erishkili bo'la. Xapinoning beshi qatidi. Dal shu chaqda Fiolinaning Markoga yetib bergan bir shahzodaning jafo mushaqqatlarini yengib, alvastolar tarafidan tutib ketilgan xonishni izlaganligi to'g'risidagi hikoyani anglab qoladi. Bunun bilan Xapinoning kallasiga bir fikr keldi-da, voqealigi jiddiy ham xatarlik bo'lgan bir qo'chaq o'yinni o'ylab chiqdi. Keyingi qitimda Fiolinaning ko'z yeshi degan qismini ko'ringlar.